hurmatli mijozlar, GCB ishqibozlari. Mana xudo xolisa bugungi GCB 3X Plus modelimizni Navoiy shahriga Alisher akam xonadonlarga ketyapti. Tabriklayman aka. Davomli bo'lsin aka. Rahmat katta. Juda ko'p bozorga o'rganib chiqsangiz aka. Mana ko'pchilik endi o'rganib vaqtini yo'qotmaslik uchun nima deysiz? Qanaqa tavsiya bera olasiz aka? Mana GCB ni nimaga tanladingiz? Shuni aytsangiz, bir mijozlar bilishsin. Men aka GCB ni bozor ancha o'rgandim. Narxi borasida ham, aytaylik, sifat borasida ham ko'p qiziqib ko'rdim-da. GCB haqiqatan ham sifatli deb ko'pchilik maqtadi, shofyorlardan so'radim, ko'p joydan so'radim. GCB ni maqtadi. Men aytdim, "Bo'ldi, GCB bo'lsa GCB bo'ladi." Rahmat aka, rahmat. Ishonch uchun rahmat. Oqlik xudo xolisa. Rahmat. Barakasini bersin. Navoiydan kelganman. Samarqandga bilasiz, ana o'tiribdi. Kurukda mashina pitak turibdi-da. Shu yerda saqladim-da. Shofyorlar bergalam kelib, menga ish bormi deb, xudoga bitta iltimos. Qaysi texnika o'zi aslida zo'r texnika. Bitta takliflaringizni kutmoqchiman. Men Toshkentga ketyapman, texnika sotib olishga nima texnikani tavsiya qilasan? Mana shuncha ekskavator, pogruzchik olmoqchiman deganimga ular aytdi-ku, "Aka, GCBni bosing" dedi. "GCB eng chempion" dedim. Aytdim, "Biz chempionmiz, chempionda." Chempionlar hurmatlar. Rahmat aka. Shuning uchun kelman GCB olamizda. Buni servisini ham eshitdim, zo'r ekan-ku. Servis nomeradi. Nomeradini ekan eshitdim. Yo'q, tavsiya beriladi. Ishingiz qanaqa bitdi? Tez bitdimi? Tez, juda tez bitdi. Ajoyib. Rahmat, salomat bo'linglar sizlar ham. Boringlar Navoiyga mehmon qilay.